Men Jose Mourinho va bu 20 ta savol. Cherry. Dunyo futbolidagi eng sevimli stadioningiz qaysi? San Siro. Milandagi. Futboldan tashqarida ham qo'lingizdan keladigan biror narsa bormi? Hech narsa. Jose Mourinhoni inson sifatida 3 ta so'z bilan ta'riflab bering. 3 ta so'zmi? Men quvnoqman. Bunday ko'rinmayman, lekin men quvnoq odamman. Men to'g'ri so'zman. Hech bo'lmaganda doimo to'g'ri so'z bo'lishga harakat qilaman. Va men doimo yoshman. Telefoningizdagi eng mashhur inson kim? Qayerda? Telefoningizdagi kontaktlarda eng mashhur odam kim? Hozirda bu Fenerbaxche prezidenti. Eng sevimli sovriningiz qaysi? Oxirgisi, konferensiyalar ligasi. Har doim oxirgisi eng sevimlisi bo'lib kelgan. Texnik zonada sizga boshqa murabbiy aytgan eng kulgili gap nima bo'lgan? Bolalar, qaytib bunday qilmang. Hech mashhur insonni ko'rib hayratda qolganmisiz? Bu nima degani to'g'risi? Masalan, menda Nelson Mandela. Bilmayman. Rostini aytsam esimda yo'q. Qaysi bir futboldagi lahzani hanuzgacha eslab yurasiz? Chempionlar ligasi yarim finali. Aslida gol bo'lmagan gol bilan mag'lub bo'lganmiz. Hayotingiz haqidagi filmda sizni rolingizda kim o'ynashi mumkin? To'g'risi hech kim bilmayman. Siz tayyorlay oladigan eng yaxshi ovqatingiz qaysi? Men tayyorlay oladigan yagona narsa bu tuxum qovurish. Lekin men uni ajoyib tayyorlayman. Men tayyorlaydigan yagona narsa shu. Hayotingizdagi eng esda qolarli kiyinish xonasidagi voqea qaysi? Eng esda qolarli kiyinish xonasidagi voqea bir marta Stamford Bridge'da deyarli oyog'imni sindirib olganman. Massaj stolini tepmoqchi edim, lekin nimagadir urildim. Juda qattiq narsa edi. O'shanda oyog'imda himoya uchun hech narsa yo'q edi va deyarli oyog'imni sindirib olganman. Jamoangiz urgan eng sevimli g'alaba goli qaysi? Eng sevimli gol. Bu yerda bo'lganim uchun aytmoqchiman, balki sizlarga qarshi bo'lgandir g'alaba goli. U 120-daqiqada urilgan gol edi. O'yin tugadi, ehtimol o'sha bo'lishi mumkin. Hech qachon murabbiy bo'lmagan, lekin olishni istaydigan futbolchingiz qaysi? Mening davrimda albatta kichkina yigitchani aytishim kerak, lekin u murabbiybob futbolchi emasdi. Baribir aytishim kerak, u bizning avlodda eng zo'ri edi. Eng yaxshi muhitga ega bo'lgan futbol muxlislari kimlar? Men juda omadli bo'lganman, juda omadli. Ha, men Manchester United klubining eng yaxshi davrida bo'lmaganman, lekin Old Trafford baribir Old Trafford. Bernabeu bu Bernabeu, San Siro bu San Siro, Stamford Bridge bu Stamford Bridge. Men juda omadli bo'lganman, lekin sovrin uchishga o'rganmagan jamoa uchun Roma muxlislari klubiga juda sodiq edi. Siz boshqargan futbolchilaringiz orasida eng sevimli futbolchingiz kim? Bu savolga javob berish juda qiyin, hatto nohaqlik bo'lishi mumkin. Har bir klubda men juda ko'p futbolchilar bilan ishlaganman. Men yutgan barcha sovrinlarni ularning yordamisiz yutish imkonsiz edi. Ularning barchasi Terry, Lampard, Drogba, Chelsea albatta, Ronaldo, Xabi Alonso, bilmadim, Manchester Uniteddagilar, barcha Interdagilar. Maktabdagi eng yoqtirgan faningiz qaysi edi? Bilasizmi? Men unchalik o'qishni yoqtirmasdim. Biroz dangasa edim, lekin matematika sodda, aniq, menga juda mos edi. Men matematikani yaxshi ko'rardim. Sevimli shouingiz qaysi? Sevimli shoumi? Peaky Blindersni aytishim mumkin. Futboldan tashqarida eng yoqtirgan sport turingiz qaysi? Tennis, Formula 1. Futboldagi eng yaqin do'stingiz kim? Bu ham biroz nohaq bo'lishi mumkin, lekin ehtimol universitetdagi o'qigan do'stlarim. Birgalikda o'qiganmiz, ular ham men bilan birga murabbiylik yo'lini tanlagan. Jose Peseiro, Jose Moraes, ular men bilan birga o'qigan. Yoshlikdagi eng yaxshi damlarimiz birga o'tgandi. Kimni tarixdagi eng buyuk sportchi deb bilasiz? Juda qiyin savol, deyarli imkonsiz. Lekin nafaqat sportda, balki tarixda o'chmas iz qoldirgan insonlar haqida gapirsak, ular tarix yaratgan va uni o'chirib bo'lmaydi. Jesse Owensni aytgan bo'lardim. Sport So'zni barcha ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib boring va yanada sifatliroq va unikum kontentlarni Sports Premiumga obuna bo'lgan holda tomosha qiling.